Assalomu alaykum. Bugungi kunimiz boshlandi. Allohga shukr. Hayot go'zal, chunki unda men borman. Siz ham ana shunday yaxshi kayfiyatda bo'ling. Bugun kunni bo'yi sizda hech kim kayfiyatingizni buza olmasin. Biz bilan qoling. Biz sizga sog'ishga ketdik. Bugun sut pishiramizda 1-2 kun sut pishirib qatig'ib o'tamiz va Kirgizada aylantirib sariq olish rejalashtirdik. Sut sotmay turamiz 1-2 kun. Bugungi kunimda mana shu ko'chani o'tini yulishga bag'ishladim. Mendan bugun boshqa narsa ko'rmasanglar kerak. Ko'chamizga gaz balon keldi. Bu yerda men o'chirtim kelib, gaz balonni plastigini berdim. Keyin gaz balonni berdim. U odam voy kelin nimaga syomka qilyapsiz deb qo'rqib ketdi ruldagi odam. Keyin tepadagi odam so'rab oldi. Nima deb yozsa chiqadi deb. Mana biz abid qilib bo'ldik. Endi yana qatiqda o'tyapman. Nimaga desanglar, sutni pishirib chiqib ketibman ko'chaga o't yulgani. Umuman esimda yo'q. Mana endi boshqatdan ilitib o'tdim. Bu sut 2 mahallik, nimagaki molim ertalabki sutni to'kib yubordi va keyin boya lo'lin erkaga nima deyiladi? Shunaqa lo'lin erkaga kelib qoldi. Chiroyli duolar aytib eshigimizga keluvdi. Pul yo'q edi yonimda, cholim ishda. Pulim yo'q-da desam, mayli keyin kelganimda berarsiz dedi. Yo'q, to'xtang dedim. Pishgan sut bersam bo'ladimi? Qizchangiz bor ekan, ichib ketadi desam, bering dedi. Keyin o'sha lo'lin erkaga pishgan sut solib berdim. Yo'lda ichib olar, qaymoqli qilib solib berdim, maza qilib ichib olar. Ayni abid bo'lib turuvdi. Endi ovqatga o'tiruvdik. Non beray desam, tandir nonim yo'q, pulim yo'q. Shuning uchun lo'lin erkagiga sut berdim. Lo'liga sut bergan birinchi odam men bo'lsam kerak. Bu yerda nima qilayotganimni hamma bilsa kerak. Asal, moy, shakar. Choy soda bilan tuxum qilib turibdi. Bu yerda suyuq ovqat qilyapman. Moshxo'rda. Bunga mosh solamiz. Onam rahmatli aytar edi. Dukkakli o'simliklardan pishirilayotgan ovqatni tuzini qovurayotganda solma. Dukkakli o'simligi pishib bo'lgandan keyin solasan derdi. Bu ham sizlarga bitta layfhak. Bu medovini men gaz ustida tovada pishirdim, duxovkada pishirmadim. Shorts videolarimda buni kontent qilib qo'yganman. Izlab ko'rib pishirsanglar bo'ladi, oson. Gaz balonimni qarang. Topshirganimda bilib qoldi, ikkinchi gaz balon tugab oldi. Medovini pishirdi, ovqatni pishirdi, choyni qaynatmadi. Mana oxiri taqdirga tan berib qaynamasa ham o'chirib qo'ydim, sovuq choy ichaveramiz deb. Mana yotqizib ham dumalatib ko'rdim, turg'izib ham qimillatib ko'rdim, bo'lmadi oxiri ham. Bugun cholim ishdan charchamaganmi, ilhomi kelib kartoshkamiz pishgan deb bugun kovlib tashlasa bo'ladimi? Ancha kovladi, lekin tugatmadi. Lekin Allohga shukr, qarang, zo'r berdi. Kartoshkamiz hosildi. Men bu yerda o'sha ovqatlanib bo'ldik. Men asal qizim shirinlik yeb o'tiribdi. Nima pishirsam ham yeyveradi, yoqaveradi meni qizimga. Qanday ekan? Kechki ovqatni yeb bo'ldik. Kran qalaydandir o'chmabdi. Idishlarni yuvdik. İdishlar joylaymiz. Ketdik.
Bo'ldik. Endi yuvinib taranib uxlaymiz. Mana Osiyonik. Mas. Bugun aloy suramiz. Ja, yuzimizni qoyillatmasa ham har qalay surib qo'yamiz. Ma qizim. Muzdayl ekan. Ol, sur. Muzdaymi ekan? O'sha 2 dona kremim bor. Mana. Vitamin E sirasi yuzimga yoquvdi. Tugagandan keyin bordim. Aloy bilan vitamin E solaman desam yo'q ekan, keyin sut krem oldim. Qilmay olsa bo'ldi-qi. Ko'p. Har doim shu uyga kirgimizcha soat 9 bo'lib qo'yadi. 9 gacha uxlang ozish uchun deydi dietologlar. Biz 9 gacha ishimizni qilib bitirib tugatib kiramiz. Hammaga xayrli tun. Yaxshi tushlar ko'ringlar. Ishlaringda meni ko'ringlar, kunduzi ham ko'ringlar. Bye. Osiyo bye.